asligi buni ishlayotgan sog'liqlarni ko'rsataman. Jonivor. Mana. Botir akam qo'ralardagi sog'liqlarni bitta tomosha qilib ko'rib qo'yasizlar o'zingiz uchun. Mana jonivorlar. Mashalloh. Mashalloh. Haqiqiy seleksiyadan mana qashtaqa bo'ladi. Endi bu yo'lga baribir kadrga sig'masligi mumkin, hamma qo'ylar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda avg'ollar ham bor, avg'ollarni ham super avg'ollar. Bu avg'ollarni ko'rib, ishlatib, bolalarni ko'rib nima qilib olinadi. Sog'liqlarni masalaga hozir bitta ko'rsataman. Mana. Mashalloh. Mana sog'liqni bilasizlar, mana jiraf degan sog'liq juda ham katta, juda ham yirik sog'liq. Vobshe katta sog'liq. Endi kadr sizlarga yetkazib bera olmaydi buni albatta. Mana. Jonivorlarni qaranglar. Mashalloh. Mana qaranglar. Voy joningdan. Mashalloh. Haqiqiy seleksiyaner mana shu yerda bo'ladi. Qorani qaranglar. Voy jonivor. Mana. Nechta qo'y bor Botir aka bu yerda? 100 taga yaqinmi? Mana 100 taga yaqin sog'liqlar, mana sog'liqlar. Shunaqa katta sog'liq, ishoninglar, qo'chqordan katta mana shu sog'liq. Barakasini bersin. Mana. Ko'rganda maza qilasizlar. Mana shu sog'liqlarni mana shu braslet degan qo'chqor qo'chiryapti hammasi. Mana jonivorlar. Sog'liqlarni qaranglar. 90 plus 1 metrlik sog'liqlar ham bor lekin. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersa, mana shunaqa qo'ylar boqish nasib qilsin, ha. Mana qaranglar. Voy jonivorlarni kelib turib qarasanglar, miyali dam oladi. Mana shu qanaqa qon bo'lsa, hamma qondan bor, hamma liniyadan bor. Jonivorlarni qaranglar, ziludek qilib qo'yibdilar bularni. Ana nima deydi desa, bu darajaga olib kelish o'zi ham bo'lmaydi, akalar. Ko'ringlar mana. Mashalloh, barakasini bersin. Videolarni sekin boshlab nima qildi? Endi xudo xolisa bu yoqqa mana shunaqa qo'ralarni kirib, bitta nima qilib, syomka qilib, chiroyli qilib yoritib beramiz. Mana yozmasligi sog'liqni ko'rsataman, yaxshi ko'rinmadi bu o'yin. Mana bu sog'liq почти 1 metrlik sog'liq. Mana bu 95 sog'liq mana. Mana почти 1 metrlik sog'liq. Gigant. Mana shu. Mana shu sog'liq. Qo'yga qaranglar. Qo'yda baraka bor. Mana krasavchik qaranglar. Mashalloh. Botir akam qo'ralari kelganmiz bugun. Mustang degan qo'chqor bo'ldi, yoki anaqalar qo'yishavering, sog'liqlar qo'yishavering buni. Ketursin. Bor oqa jonivor. Ko'rishingiz mumkin, Mustang qanaqa sog'liqlarga qo'shildi mana. Mustangni mana shu sog'liqlarga qo'shibdilar jonivor. Ko'rishingiz mumkin mana. Mana jonivorlar. Mana. 2023-yilga yarich keladi. Ichida har xil qo'ylar bor, ko'rishingiz mumkin, har xil liniyadan. Mana jonivorlar. Seleksiya ishlari davom etyapti. Bularni Botir aka qochirib bo'ldimi yo qochirib bo'lmadimi hali? Yarminimi? Mana. Mana jonivorlar. Mana qaranglar. Kattalar. Qo'chqor bo'yi 1.5 akalar. Gap so'z ekan. Mana qo'chqor kattaligini qaranglar. Ishqibozlar bittadan like tars turib qo'yasizlar mana. Mana jonivorlar. Mashalloh, do'st emas, hammamizga nasib qilsin. Bular bizga ham biz kiygan sog'liqlar shakli Botir aka. Mana. Mana jonivorlar. Qanchadan beri yurtdi Botir aka bilanchida? 1 oydan beri yurtdimi? 1 oydan beri mana ashlanchida yurgan ekan. Endi biz katta tanaffusdan keyin sekin qaytamiz, xudo xolisa video syomkalarni qilishga imkon qadar ko'rganda tushunadigan bundoq videolar qilish. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun Yangiyo'lda Botir akam fermalariga kelganmiz. Mustang degan qo'chqor jonivor, bo'yi 1.5. Mana kattaligini qaranglar jonivorni. Ushab turishga endi odamimiz yo'q.
ko'rishingiz mumkin. Operatorimiz yo'q, lekin qo'chqor bo'yi 1.5 jonivor aysbergga primoy bolasi bo'ladi. Hozir sizlarga bergan qizlarni bitta ko'rsataman. Mana jonivor, bergan qizlar. Mana jonivor. Mashallah. 5 oylik periyarkalar. Hozir bitta ikkitasi yana bor. Qolganlarni ham bitta ko'rsatib ketamiz. Ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafdan bitta razrezlarni ko'rsataman sizlarga. Mana jonivor. Razrezlar. Qolganlarni ham bitta ko'rsatib ketamiz. Ustanga keyingi qizlarni ko'rishingiz mumkin. Jonivor. Keyingi qizlari ma'mulisini qaraydi. Ma'muna qaraydi. Quloq. Nechi bu 25 mi deyman? Ha? Ma'muna qaraydi quloq. Tumshug'iga bundan olib keling mana shuni Botir aka. Ha, quloqni qarang. Jonivor. Gap yo'q lekin. Mana. Ma'muna qarang. Mana bo'lsa mana shaqalardan bo'lsin-da. Otasini ko'rishingiz mumkin. Mana otasi. Отец молодец. Kela. Mana qaranglar, go'zallik. Yaylovga chiqib ketishyapti, sekinman. Periyarkalar. Mashalloh, mashalloh. Mashalloh. Mana qaranglar. Bir-biridan go'zal jonivorlar. Mana, eshikni yopib turing. Mana jonivorlar. Bir-biridan go'zal. Seleksiya natijalari mana, yarichkalar. 3, 4, 5, 6, 7 oylik periyarchkalar mana. Jonivorlar. Meni seleksiyada har qanaqa qo'y bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 2025-yil to'llari bular. 2025-yil yarkalar mana. Mana jonivorlar. Baragasini bersin. Mana. Mustang degan qo'chqorimiz. Bo'yi 1.5 jonivor. Mashalloh. Kallani qaranglar mana. Gap yo'q lekin. Mana shu qo'chqor. Bu yerda qizlari ham bor. Bu yerda qizlari ham bor, boshqasi ham bor, boshqa holda ham bor mana. Ket tursin bo'ldi. Ochib yuboring. Mana jonivor, qaranglar. Voy joningdan deydi-yu. Mana. Baragasini bersin. Hammamizga nasib qilsin. Mana ketishini qaranglar. Turagami ikkinchi qo'chqorlari paklichka braslet ekan. Bulldozer 2 ning o'g'li 2 tish, bo'yi 1.3 ekan, kallani qaranglar jonivor. Mashalloh. Mana. Mana qo'chqorni ko'rishingiz mumkin. Uzun dumbalarni ham hozir bitta ko'rsataman sizlarga. Dumbalarni bitta ko'rasizlar, razrezni qaranglar. Mana razrezlar. Orqa oyoqlari. Jonivor. Lekin buni ko'rganimda sal kichkina edi, katta bo'lib ketibdi, aka. Ha? Braslet. Klichkani kim qo'ydimi brasletni? Botir akam o'zlari qo'ydilar. Baragasini bersin. Hozirgi kunda mana shu kichik o'tgan braslet degan qo'chqorimiz 20 ta sog'liqni qochirib o'tdi. Hozir ham sog'liqlarning ichida yuribdi. Jonivor qaranglar. Kalla nima deyapti akalar? Mana. Baragasini bersin, aka. Zo'r. Kela Botir akam qo'ralarda Karabul degan qo'chqor. Ko'rishingiz mumkin, bo'yi 1.8. Kallani qaranglar kattaligini mana jonivor. Mana. Karabul degan qo'chqor, bo'yi keladigan bo'lsa, bo'yi 1.8. Orqa tarafdan dummalarni ko'rsangiz, razrezlari oyog'ida oqib bordigan oq emas, bu o'zining rangi. Qo'y yaxshi tushunadiganlar bilan teylardan oqarib, tullovlardan chiqib sekin kelyapti mana. Qo'chqorni ko'rasizlar mana. Mana. Mana jonivor. Bu sog'liqdan ishlab chiqqan varianti hozir. Tag'in qo'chqor ozg'in ekan demanglar, mana qishlik videosini ko'rganingizda vobshe Karabul narsa edi bu. Hozir 30 ta sog'liqni qochirib, hozir ham sog'liqlarning ichida yurgan varianti mana shu. Jonivorlarga vobshe boshqacha bo'lib ketibdi. Mana yaqinda bo'ynining uzunligini ham qaranglar, mana bo'ynining uzunligini. Mana jonivor. Haqiqiy ishqibozlar, aloqaga chiqasizlar. Mashalloh. Baragasini bersin. Voyjon. Kallasini menga buravering-chi. Yurg'izi yoki mana shuni yursin. Yursin mana shu jonivor yuraversin. Mana jonivor. Xudo xolisa buni bolalari qishdan keyin dekabrdan keyin tushishni boshlaydi. Inshaalloh. Ishqozda bo'ladigan bo'lsa agar Novodoga ishqozda bo'ladigan bo'lsa, qo'chqorimizni o'zi ham sotiladi agar. Yaxshi urug' olaman, qo'chqor so'zdan kelyapti. Bolalarni ko'raman deydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Biz nomerni yozib qoldiramiz. Svetligina qo'chqor. Mashalloh.
Alaykum rahmatulloh. Yana bir marta okalar, mana shu maza qilib boradigan joyga keldik. Metroviy solu, klichka jirava 8 tish. Soluligim juda ham katta. Juda ham shiroki solu. Bosh chiqaraylar, qo'chqor kalla bo'lib yotibdi. Munchoqlari oldi tarafda mana peridorlarni ko'rsatishimiz mumkin. Oldi tarafda mana jonlar. Botir akamda mana shunaqa ekskluzivlari bor. Indamay bekitib yuraveradi. Buni ko'rgan bo'lsanglar borib qo'lida ko'rsatdim. Boladan yaqindan ajragan. Yillar o'zi sekin tortilishga o'tyapti. Jonlar, qarashingiz mumkin. Mana. İkincisi mana Bulldozer 2'ning Primo qizi, bo'yi 95. To'rdan 6 ga o'tdi. Bu ham boladan ajrab, bolalari ham bor buni. O'zi xudo xolisa Mustang degan qo'chqorimizga qo'shildi. Ikkalasi Mustangdan qochdimi akamini yo boshqa? Bu brasletdan qochdi. Ha, bu braslet Bulldozer o'g'lidan bu qochdi. Bu Mustangdan qochdi. Mana jonlar. Ko'rishingiz mumkin. Sog'lom. Men sizlarga mana bitta ko'rsatib, bo'yinni tugashini boshdan boshlab bo'yinni qaranglar mana. Dumba razrezlarni ko'rasizlar. Mana. Endi mana buni bo'yinini qaranglar. Mana bosh qaranglar mana. Bosh, bo'yinning uzunligi, orqa taraf korpus qaranglar. Skeletining o'zi ham ancha narsada mana qaranglar. Mana. Tugaydimi bu yo'qmi? Razrez qaranglar. Vobshe boshqa narsa lekin bor. Boqqonlarga rahmat, barakasini bersin. Mashalloh. Akalar, Bulldozer Primo qiz ekan bu ham. Ko'rishingiz mumkin. Kichikkeyin o'tgan ekan, Mustang degan qo'chqordan qochibdi. Endi kun botib qoldi, o'shanga sal to'mliroq ko'rinishi mumkin, lekin baribir svetli narsa, svetli ko'rinadi. Mana bosh qaranglar, svetli. Bosh kattaligini ham qaranglar jonlar. Oldi tarafdan peridoni qaranglar. Mashalloh. Ko'zda emasdan lekin bor. Gap yo'q. Bunaqa sog'liqli juda ko'p, 100 ga yaqin bunaqa sog'liqli bor. Endi ichidan bitta chiqaryapmiz. Mana mana ichida bunaqa sog'liqli juda ko'p. Mana shularning ichidan bitta chiqarib bizga qilaveradi. 90, 95, 92, 1 metrlik sog'liqli borlar mana shu ichida. Alloh barakasini bersin, hammamizga nasib qilsin. Mashalloh. Biz syomkani boshlatib, sekin syomkani tugatib oldik. Hammamizning chorvamizga Alloh baraka bersin.